Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Driv. Do'stlar, men yaqinda Telegramda o'z Telegramda post joylagan edim. Siz obunachilardan topshiriq olaman deb va mana o'sha payt keldi. Obunachilardan topshiriqlarni bajaraman. Bugungi videoda siz juda ham qiyin bo'lgan obunachilardan kelgan topshiriqlarni qanday bajarishimni ko'rasiz. Barcha topshiriqlarni o'z Telegram kanalimdan oldim. Kirib obuna bo'lib qo'yasiz. Va mana hozir sizlarga har bir topshiriqlarni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana agarda barcha topshiriqlarni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, biz bularni bajarishga o'tamiz. Unda ketdik. Bizda birinchi topshiriq mana ko'rib turganingizdek 1 daqiqada olmos topish ekan. Unda men hozir sekundomerga qo'yib olib va xo'sh, mana boshlandi, ketdi. Xo'sh, tez topish kerak bo'ladi hozir. Naqd 1 daqiqa vaqtim bor do'stlar. 1 daqiqa. Mana sizlar uchun survival bajaryapman. To'g'ri narsalarni nima to'g'ri. Kon bolalar. Bu omad belgisi. Xo'sh, omad, juda omad. Ulguramanmi? 33 sekund. Yo-mayo. Oh my god. Olmos. 20 sekund qoldi. 24. Bo'ldi, bajarildi. Bajarolmayman deb o'ylaganman. Bajardim. Tabriklar va biz keyingi topshiriqqa o'tamiz. Xo'sh, bizda mana keyingi challenge Driv tepadan 100 ta blokda qurib, toshbaqani bolasini urib o'ldir. Xo'p, mayli, bajarishga harakat qilaman. Xo'sh, bu juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ana bu yerda toshbaqa bolasi ko'rinyapti yo'qmi? Ana. Kim ko'rinyapti, kim ko'rmayapti bilmadimmi? Lekin xullas shu bilan urishimiz kerak bo'ladi muhimi. Xo'sh, birinchi imkoniyat ketdi. Hop. Ana. Kuydi. Ikkinchi imkoniyat. Mashhur. Tayyor qilib qamab qo'yganman va voy. Hop. Mashhurga qarab tur. Shu urdimmi yo? Yo-mayo. Bunchalik qiyin challenge berasiz. Sizlar deb o'ylamoqdim. Lekin yomon qildilar. What the fuck? Oxirgi ko'radi. Yurdimmi? Yo'q, mana shunday. Bu challenge imkonsiz. Imkonsiz. Fuck. Hop. Wow. Buncha ketib qolganmi? Hop, bola idilib. Boshqa yoqqa sakrayapti. Ana. Bu tarafga. What? Urib olmaydi-yu. Qanday bu? Yo'q, normal. Ay. Biroz sakrab turib. Hop, urab. Buncha ketib qolganmi? Bu tarafga ham turmaydi. What the fuck? Tak. Bolalar mencha tezlashtiraman bu joylarni. Bo'lmaydi. Urdi? Urmadi. Urmaydi bu.
Bolalar. Kimdir sanab ko'rgan buni o'zi? Mana tunab shu bo'lyapti. Kelinglar do'stlar, yana 1-2 marta sinab ko'ramiz. Agarda bajara olmasak, men tan olaman bu challenjni men bajara olmas ekanman. Xo'sh. Tak, mana hozir men to'g'rilab boshladim. Hozir o'tiroq Xullas bolalar, challenge bergan odam vaqt sigmaykansiz, sizni challengingizni bajaramadim. Birinchi challenge, siz bajaramagan challengeim. Xullas siz yutdingiz, men bajaramadim. Biz bo'lsa keyingi challenge o'tamiz. Go. Xo'sh, bizda keyingi challenge esa Driv, sizga challenge. 1 minutda uy quring, krovat bilan albatta. Hop, mayli, mana hozir timerga qo'yib olsam men. Tak. Hop. Boshladim deyishim bilan boshlaymiz. Hop. 1 minut vaqtim bo'ladi. Go. 1, 2, 3. Go. Ketdi, xo'sh. Hop, hop, hop. Va yo'qmi, qaytga qo'ydim. Mana bunday, mana bunday. Buni bunday. Bunday hop. Va bu tartibi bo'lsam bo'laradi. Hop, hop, hop. 35. Eshik qo'ydim. Kravat, versak, paket va 20 sekund. Voy, 20 sekund ulguraman. Voy, nasrdan to'g'rilab olmadim. Voy, oxirgi. Va mana tayyor. Mana siz uchun men alohida mana bu yerga ham qo'yib qo'yaman. Uyga baho berasizlar, bolalar kommentariyaga baho berib ketasizlar. Mana kim yoqqan bo'lsa mana shunaqa uy, mana tayyor fakellar, chiroqlar, verstak, hamma kravatlari, hamma qulayliklar bor bolalar. Короче, mana bu challenge'ni bajardim mana obunachilardan keyin. Yana challenge'da va biz esa keyingi challenge'ga o'tamiz. Go. Va bizda keyingi challenge Elitrada 999-blokgacha uchib, Elitrani yechib, pastga water drop qiling. 3 hoshingiz shart. Mayli, bajaramiz. Xo'sh. Unda ketdik bolalar, gaplashib ketamiz uchib. Hop. Tezroq. Dokuzuncu bulup tutamazsanız oluyor. Va bo'ldi, yetadi bo'lmayman. 1 litrani yechamiz va ketdik. Xo'sh bola, qalaysiz? Yaxshimisizlar o'zlaring? Uydagilar yaxshimi? Ular mana shu gaplashib ketaveramiz. U hali ber tushmaydi, aldayapman, tushyapti. Tak qotmasa bo'ldi hozir, qotsa ketdi. Bulutlar. Hop. Va birinchisida What the fuck? Shunchani bekordan bekor ushdimmi endi? What? Boshini uchamiz bo'ldi. Endi bu safar aniq bo'ladi. Qo'yaymi hozir? Nimaga mana bunaqa bilan ketyapsiz? Yo'q, boshqarish bilan qilyapsiz deganlarga bu shu boshqarish bilan nima triklar qilishga menga osonroq. Va buni tezda boshladi. Haliga nimalarda bosib turish va shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Oddiy ko'zim o'ynaydigan nimalarda. Shuning uchun mana oshni olamiz. Yana gaplashib ketamiz bolalar. Qalaysiz o'zlaring yaxshimi? Like'larni bosib tashlaylar, qani go. Men sizlar uchun shunchalik harakat qilib xullas. Sizlar bo'lsa qadrlamaysizlar. Hop. Qani hop.
What qo'ydi? What the fuck? Qo'ydim-ku men. Yana boshidan. Meni do'stlar, sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun darrov shu tushib ketib turgan joyimga qo'yib yubordim. Hop. Unda hozir men tushyapmiz. Hop. Bu safar aniq qilaman bolalar. O'sh water drop. Yo, bolalar ko'rdlaringmi? Bir mingchi blok sanamoqchi. Yo, bolalar bajarildi bu challenge. Kim bergan bo'lsa mana ko'ringlar, bajarildi. Xo'sh do'stlar, mana bugungi videomizni tugatish vaqti ham keldi. Bugungi videoda sizlar bergan shu obunachilar bergan topshiriqlarni bajardik. Barchasini bajardik. Bittasini tashqari shu toshbaqani o'ldira olmadik, lekin qolgan barchasini bajardik. Qanchalik qiyin bo'lsa ham men bajardim. Meni qo'llab-quvvatlash uchun esa faqatgina sizlardan obuna bo'lish va like bosishni so'rab qolaman. Bu like va obuna videoni qanchalik tez chiqishiga ham ta'sir qiladi. Unda sizlar bilan Rdra bo'ldi. Hammaga xayr.